Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elifun vel vavu ven nunu lima gâbe ve gayrihi kakama ve alima. Ve min damir refi ma yesteter kefal uvafik naqtabit iz teşkur. İstetere yesteter. Ma yestettiru kefal uvafik naqtabit iz teşkuru. Ve zurtifain ve enfisalin enahu ve ente veddel furu'u la teştebihu. Ve zuntisabin finfisalin cu'ila İyyâye ve tefri'u leyse muşkila. Ve fi ihtirarin la yeci'ul munpesilu İzâ te'etta en yeci'el muttesilu. Ve selli evifsil hâ'e selnihi ve ma eşbâhu fi kuntuhul hulpun tama. Kezâke khilti khiltenihi vettasila ehtaru gayri ihtarel infesila. Deylendi. İlip vav non anda bir nəs üçünkü gayib oldu o nəsə və o gayib olan nəs üçündür. Kama və i'lima əlime yani i'lama əlime ya'lama i'lama yani i'lama diyen oxşaş. Ve Rabbininki zemirini katardındır. Anda bir nəməsi ki yuşurum boldu o nəsə. İpel uvapik naqtabit iz teşkur diyen oxşaş. İrtifanınki ilgisi ve infisalınki ilgisi ene, hu ve entudur. Ve şahçıların müştebih olmaydı o şahçıları. Yani arışıp kalmaydı. Ve intisapniki ilgisi zemir infisalda kılındı o zemir intisapniki ilgisinin iyyaya kılındı. Tepri yani o şahçıl teş emez bu şahçıl teş müşkilçu emez. İhtiyari halette kemmeydu zemir muntesil. Kaçaniki hasıl olsa şukikeye muttesil. Uluğun yak ayrığın selnihiniki hasili. Ve anda bilemezsin hasiliki okşaydı o nese selnihiga. Kuntuhu da badur ihtilap mine kuntuhu da ihtilap nispet taptı bu ihtilap deydi. Şunu oxşaş xiltanihi şunu oxşaştır. Ve muttasil buluşunu ihtiyar kıldı ne? Ve ittisal buluşunu ihtiyar kılınmen meningdim başka adam ihtiyar kıldı munpesil. Buluşunu neme kıldı? İhtiyar çok kıldı deydi. Onu neme kıldı? Onu ihtiyar çok kıldı. Şimdi biz hem de yine zemirniki üstüden ketip varımız yani zemir diyen neme o kançı kıl oludu diğerliğinin üstüde bunu neme kıldık onun üstüde toxtaldık hem de zemirniki üstü merpo ve mensup oluduğun hem mecrur oluduğun zemir dedik hem bu işiniki otursun müşterek boluduğun zemirle var dedik onun üstüne neme kıldık toxtaldık hem de zemir yukarıki zemirindeki üzü mufret boğan nimeler o zemirler yani bir tane bildirdi onda o anikin onunki tehdiden bir zemir var diyen gep endi en veya da endi zemirma endi kaç xil oludu üç xil harf oludu deydi birisi ilip birisi vav birisi nun men bu üç xil zemirindeki üzü pilgi kelgan vaqtimizda g'oib pil üçün keldi ve g'oib pilniki g'ayr olgan nimaga keldi g'oyib bo'lgan pilniki g'ayr bo'lgan nima muhattab mutakallim la uchunmi hem üçüncü şu ilip bilen va nun her işkelisi üçün nima qilamiz unuğa işletmeyiz. Yani mandah bir nimalar var zemirlar çok ba deydi. Mesela kama dedik.
Mesela kum, kuma. Yani kama dedik. Kama degan vaqtning o'zida kama dedik. Kama degan gapniki o'zi ana pil bo'lgan bo'ldi. Uniki tahdidiki bir zimir var. Nima kama huva. Bu huva degan gapniki o'zi bu zimir mustatir deymiz. Bu yilki yushirin, yani talpimiz, lafzimiz chiqmaydi ya xat yozilmaydi. Endi mayada bir zimir varki bu zimirniki o'zi qamada bor dedim. Qama degan nima? Qamaniki tasisi. Qamaniki tasisi bo'lib qama, qama, qamu, qamat. Anda o'g'andikin mashada ash pilni tasdiq qilmoqchi bo'lsak, ani ilibni ekelimiz, ilibni ekelgan vaqt o'zi nima bo'ladi? Qama bo'lgan bo'ladi. Qama bo'lgan vaqt o'zida mana nima deymiz uni? Mana tudi u ikki er kishi debcho deymiz. Mana ikki er kishi nima qildi? Tudi deydigan gap. İki er kishi tudi degandan keyin qama pil bo'lgan bo'ldi, ana mabni. Endi uniki tahdidiki ilib bo'ldi. İlip bağlanık üzü bu pil emas. İlipniki üzü bu zimir. Zimir oğan bu isim mebni. Bunun için biliş veriş gerek. Şuna biz mani etkiğe vakti üzüde tudi ol işkenime erkişi deyimiz. Tudi bu işki erkişi diyen ne oldu? Gepço boludu. Onunki tehdidiki zimir. İlipniki üzü nime o zimir. Men ilipniki üzü zimir. Anda oğandikin ilipniki üzü. Men nemedi bolu diken pil muzari gaibço tesnidiço bolu diken. Yeni birisi andikin vav dedik. Vavniki üzümü men gaib boğan pil. Gaib boğan pil üçüncü boludu. Mesela va'lamu dedik. Va'lamu yani a'lamu dedik. A'lamu diye vakti üzüden bildiğinde o erkişler diyen gap. Men a'lama bu pil fail ekreme degendek. Onunki ahirdeki vakildi aş vaniki üzü zimir oludu. A'lama degen pil vaniki üzü nima o zimir isim mebni boğan boludu. Endi zimir isim mebni boğandan keyin mena bu g'oyib uchun boğan bo'ldi ana. G'oyib uchunchi boğan bo'ldi. Endi mesela a'lama deb a'lama deb o'qisaqmi? O'chanda zimir g'oyib taslim üçün ana boğan bo'ldi. Yani g'oyib zimir üçün ishlatdik. Ve nun mu shuni o'xshash. Yani nun mu zimir g'oyib üçün bo'ladi. Yani zimir g'oyib mabni yo'g'a ism üçün bo'ladi ki, mesela nimne? I'lamna. Mesela zarabna dedik. Zarabna degan vaqti o'zida mesela nasarna, a'lamna dedik. Zarabna, a'lamna degan vaqti o'zida a'lam ana pil, nunniki o'zi nima? Zimir. Bu zimir olup ana g'oyib zimrning o'ziga kirdi ekan, a'lamna, zarabna dedik. Mana bu nima? G'oyib uchinchi kirdi. Endi bu g'oyib bo'lgan zimrniki g'ayri bo'lgan ham muxatab ham u nima? Mutakallim. Üçüncü nima qildi? Ular mana kirdi. Mesela muxatab uchun kirgan vaqt o'zida nima uchun kirdi? Mesela izriba. Mesela i'lama dedik. Bunu da ilib nima qildi? Ana kirgan bo'lgan bo'ldi. Mesela izribu dedik. İzribu degan vaqtdagi o'zida bu yerda nima qildi? Ana bunuga ana shu zimir. Mana bu nima qilgan bo'ldi? Ana bu va kirgan bo'ldi. Bundaqcho bo'ladi endi. Endi mayadamda g'oyibniki g'ayri bo'lgan faqat muxatab deymiz, ammo buniki muxatabniki g'oyibniki g'ayri bo'lgan muxatab ba, mutakallim ba. Bunu kirdi degan gap, lekin bu yerda biz buni mutakallim nima qilmaymiz, bu yerda iroda cho'q qilmaymiz. Yani bu yerda yana deydiki, yana uniki g'ayri uchun nun keldi muxatab uchun nima keldi? Mana nunchu kirdi, nun zimir g'oibchu nima qildi? Kirdi dedik. Mesela izriba, izribna desek, uçağımızda nima bo'ldi? Ana muxatab bo'lgan bo'ldi. Yani uruna degan muxatabning o'zi amr bo'lgandiki, bu o'zida bu muxatab bo'ldi. Yani mushu 3 tane zimir va zimir bariz deymiz. Bu 3 tane zimirning o'zi g'oyib bo'lgan pil ham muxatab bo'lgan pilniki o'ziga nima qildi ekan? Kirdi ekan. Bunda bir nima var ekan? Zimir var ekan, biz buni nima qildik? Uni o'qib oldik endi. Yani
sarfniki o'zi pilni turlashda mushtaq nima qilamiz? Unuga turlabchi, mushtaqchi qilamiz. Endi yana zimirdek zimirning o'zini zimir bariz deymiz. Zimirniki o'zi zimir bariz, ya'ni oshkora zimir deymiz. Bu zimir bariz bo'lgan bo'ldi. Endi zimir rafining ichidan, mana ashuniki hamisi rafi bo'lganda, ya'ni fa'il bo'lib, endi zimir rafiniki zimirninki ichidan ba'dur. Onda bir ziminki yuşurun bo'ladi u zimir. Yani yuşurunki ya xat olmaydi, ya talaffuzi chiqmaydi. Mesela nimada ipal debdi. Ipal degan nima degan gap? Bu amr bo'lib, bu amrniki o'zi bu yerda bir zimir va tahtida anta degan gap. Bu anta degan gapning o'zi apalniki ya bu yerda yezilmoqlik, ya og'zimiz chiqmaydi, ammo ko'nglimizda anta degan gap shu ashad ba deb nima qilamiz? Tushunamiz. U chog'imizda ipal degan gapni u pil bo'lgan bo'ladi. Shu bu pilning o'zi nima deymiz buni? Mabni jazmning ustiga deymiz. Uning tahtida jazman bir nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Ana anta degan ana yushrun zimirninki nimasidan qatordan yuqorigidek o'liq bariz, ya'ni oshkor zimir bo'lgan bo'ladi. Ma yadigidek ya'ni yushrun labzidimi yo'q, xatmi yo'q bunda zimir bo'ladi. Mana bu bir xil zimir. Ana degan uvafiq. Muvafiq degan nima degan gap? Muvafiq keliman degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Muvafiq keliman degan gapning o'zi nima degan gap? Awafiqu ana degan gap. Ana degan gapning o'zi muvafiqniki tahdidi cho'ppa. Bu zimir nima? Mustatir. Ya'ni mustatir degani yushrun. Yushrunki uni xatta yoki talaffumuzni nima qilmaydi bu? Chiqmaydi degan gap. Endi naqtabit. Naqtabit desak, mana uni men qiziqaman degan gap bo'ladi. Qiziqaman degan gap nima degan gap? Qiziqimiz biz degan gap bo'ladi. Biz degan yerdan chiqadi. Bu yerda yo'q. U qavun naqtabitu nahnu degan nima bo'ladi? Gapchu bo'lgan bo'ladi. Nahnu degan gap naqtabitning tahdidi bor. Bu talaffuzda yo'q olmaydi, hatto bu hargiz nima qilmaydi, chiqmaydi. Mana iz tashkuru, ya'ni ol bir vaqtga shukr qilsan dedi. Unda o'likin tashkuru anta degan gap. Mana anta degan gapniki o'zi bu yerda nima? Yushrun. Yushrun ammo zimir ba u. Chunki har qanday bir pil bo'ladi ekan, u pilniki fa'il bo'ladi. Fa'il mana yuqorida biz nima qanday ism zoir bo'ladi. Yo'q olmaydi zimir bo'ladi. Zimirniki o'zi mana gapni qilishimiz ism mabnini qatorida birinchi bo'lgan zimir ism mabni degan tuk shuning ustida ketib bordi bu adam. Unda o'g'adiki tashkuruniki tahdidi nima ekan? Anta vakan. Yani tashkuru anta degan gap bo'ldi. Bu meni yushrun bo'lib, yo xatti yo'q, yoki nimada yo'q, labzimiz o'qilishdi yo'q. Unda bo'lgandikin bu zimirning o'zi ammo yo'qmi desak, uning ma'nosi bor. Ma'nosi nima? Sen deymiz yani. Shukr qilsan sen deb biz Uyg'ur tilida chiqadi, ammo arab tilida chiqmaydi bu. Bu ma'nosi chiqadi. Ma'nosi chiqqandan yani demak zimiri merpuniki qatoridan, yani fa'il bo'lgan zimirning qatoridan, mana yushrun og'zimiz digilib chiqag'il olmaydigan mushtaq bir nimalar ekan, zimirlarcho bakan deb mushu musannif mushtaqcho deydi. Şu an biz bu arabcha gapniki o'zini Uyg'urchaga tarjima qilishniki o'zida biz mushtaqni qilamiz, qonun usul bo'yicha tarjima qilamiz. Masalan, Zeydun qamerse nima deymiz? Zeyd turdi ol Zeyd. Çünkü qamanın tahtida va chu ba. Yani uvadagi bo'lmiz qat'iy bo'lmaydi. Chunki qiliqning o'zi bir foizsiz vujud chiqmaydi. Unda uvadiki hozirgi yangi zamondagi Zeydnaqni o'rtudi deydi. Qo'shiblar. Biz burungi davrning o'zidan chunki kelima bir tarjima qilgandan bundaq vaqtning o'zida imkon bo'lsa, mushta tarjima qilib o'qisak texima obdan ham tushunishlik, ham uningdan obdan manfaat olib bo'ladi. Ammo yangi zamonga asosan unda qilsak o'qib bo'lgandan u nima u durust. وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. Şimdi yukarıda biz zemir merfu ve zemir nime munfasil buludun. Yani zemir merfu'nun yüzün muttasil ve munfasil oldu. Hem zemir murfani biz yukarıda olduk, okup olduk. Hem muttasil olduğu yani okup olduk. Ana şu hazır okuyan dersimiz şu o. Hem de bu yerden zurtifain ve infisalin. Yani zemirin merfu vaken munfasil vaken.
Yani zimirki o zimir nima? Rabbi. Yani Rabbi nima? Peş okulduğun, payil olduğun ya mubtada haber olan zimir. Bu Rabbi o şunda oldu. Yukarıda peş okulduğun amil ki vardı. Rabbi olduğun ki. O zimirin üzü nima? Munpesil. Yani bir pilga birine tutuşup gelmeydi. Ayrım ayrım çıkıp geldi. Yukarıda biz okandık. Mesela teşkur, aqtapit, ya kama, i'lama degan zimirdeki hemmisi nima? Bir pilga bir narsaga tutuşup geldi. Tutuşup gelgan vaqt o'zida ba'zi zimir va oshkora. Mesela zarabtu, zarabtuma, zarabtum. Tu demek aşkar oldu. Yeni bazı zimir va mustatir. Mustatir oldu ki ayet biz nima qildik onu tilimizde ağzımız çıkmaydı. Teşkur, aqtapit, naqtapit, teşkur, i'lama, ente, nima? Kama deganidek mundaq bir yushuri nima bo'lgan bo'ldi, zimirchi bo'lgan bo'ldi. Bu zimirniki muttasil bo'lib bir yerga kelganniki nimasi o zimirlarchi bo'lgan bo'ldi. Hozir endi bu zimir marfuniki ichidan munfasil bo'lib kelgan zimir bor. O kavun yani birine tutuşup gelmeyin. Ayrım bu geldiğin mesela nimo ana u ente. Yani bula zemirin merpu munpesil. Yani herkes birine tutuşup gelmeydi. Yani mesela zerabe ana. Ona da yüklenmeydi on. İşte zerab tu dep geldi on. Ve bununki şahçıları biz hem de 3 tane çıkıp koyduk. Bununki başka nimeler var, şahçıları var. Bu şahçılarını sen türlep çıkarsan birisi gibi kalmaydı on. Alışıp kalmaydı. Mesela nime? Müzekker gayb 6. 3 tane muannes, 3 tane müzekker. Muhatepçi 3 tane nim bo'lgan bo'ladi? Müzekker 3 tane gayb. Mana 2 tane mutakallim. Mal gayr mutakallim vaqtda. Bo'lgan bo'ldi, shundan qancha bo'lgan bo'ldi uchan o'zidan men 6 8. Bo'lgan bo'ldi. 8 bo'lgandan keyin uchan o'zidan ayilki g'oyibdimman. Masalan, va nima deymiz uchan o'zidan? Va huma hum. Ya huma hunna. Uçağınızda huma bilan ikkisi lafz etib o'xshash deb uni birini evatadigan gap. Masalan, o qancha oldi uçağınızda 3 bo'lgan bo'ladi. Masalan, 5 bo'lgan bo'ldi bo'lamda. 5 bo'lgan bo'ladi endi. 5 bo'lgan bo'ladi. Anadaki muhatab 5 10 oldu. A 2 12. 12 dan nima qildi ana zimirchi chiqdi. Masalan, anta antuma antum. Anti antuma antuna. Chunki muhatapning muzakkar taslisi bilan muannas taslisi nima labziyda o'xshash, lekin ma'nida qilmaydi, o'xshamaydi. Ammo g'oyib nima uchun shunda? Unda o'yladiki bu e'tiborlar qancha oldi? Ana bu zimirniki o'zi mana 12 bo'lgan bo'ldi. 12 bo'lgandan keyin buni shaxschilarni siz turlab chiqsangiz, hech qanday vaqt o'zida bir-birisiga o'rlashib qoladigan va undaqmi deydigan ish yo'q deydi endi. Endi yuqoridan musannifniki ko'z qarashiga asosan bu yerda zimir marfu munfasilniki o'zi qancha oldi? Ana 12 bo'lgancha bo'ldi endi. Endi intisabniki egisi infisalda. Endi demak yuqorida zimiri marfu muttasil bo'ladi degan gapning o'zidan bu yerda nima chiqdi o'chanizda? Zimiri mansub bundaqmi chiqdi endi. Zimir mansub, zimir chiqdi. Yani zimirniki o'zi mansub ham munfasil. Qandaqki marfu mana munfasil bo'lgandek ham mansub munfasilmi bo'ladi. Meni marfu munfasil bo'lgani avani anta antuma shu bo'lgan bo'ldi. Endi zimir mansub, yani yuqorqi omil nasb o'qitadi, nasb o'qitadigan zimirni ishlatamiz. Ammo bu zimir nima? Bir narsa tutishib kelmaydi. Tutishib ayrim keladi. O'chanizda bu zimirni nima deb ma'naytimiz? Ga yoki ni deb uyg'urchada yo ka deb ma'ni aytamiz. Endi yuqorqi zimir marfu munfasilni kelgan vaqtida dur yoki ega kirib yoki mundaqcha kirib ma'ni aytamiz. Endi bu yerda muntasib bo'lganniki egisi zimirniki egisi munfasilda. Yani zimirniki munfasil mansubchi bo'lgan. Buni qilindi bu zimir munfasilni nima qilindi? Iyoya qilindi. Jo'ila degan gap nima? O asli jo'ila. Bu mufrat tasniy emas, tarkib shu. Qilindi bu intisabniki egisini iyoya qilindi. Yani
Zemir mensupniki munfasil bo'ldig'i iyaya bo'ladi. Iyaya nima deymiz uni? Niya gadab, ya'ni bir omilniki yuqorida maf'ul bo'lib keladi. Masalan, iyaya nima? Iyaya, iyana. İyyâke, iyyâkuma, iyyâkum, iyyâke, iyyâkuma, iyyâkunna. Bunda çok kelu dendi. Kelgendikin bunun boğulduğu uçağının üzerinden ve tepri leyse muşkil. Bunu şahşıltış. Yani iyyanın üzerine aşıdak şahşıltıp kandak kılış, yani aşıdak iyyâya, iyyâkuma, iyyâkum, iyyâke, iyyâkuma da müştak kılıştaki üzeri bu iyyahu, iyyâhuma, iyyaha, iyyâhuma, iyyâhunna de men müştak çok keludu. Bu şahsın üzü bir muşu elpin okuatqa adamga nisbatan nima emas o mushkilchu emas. Nayt nima oson. Chunki elpin o'qishda burun bu adamning o'zi o sarfni o'qib, tazbih kitob o'qib andiki buni o'qiydigan kitob deydi endi. Deyli bizga nisbatan. Ana mushkilchu emas deydi. Endi buning o'zimi qancha yana 12. Zemir marfu munfasil 12 bo'lganda mayda zemir mansub munfasil qancha bo'ladi? 12 chu bo'ladi. Mesela İyyâye, İyyâna, İyyâhu, İyyâhuma, İyyâhum, İyyâha, İyyâhuma, İyyâhunne. Bu kaç oldu? 6-8 oldu. Ma muhatapının yine altını kısak. Uçağın üzerinde kaç oldu bu? Yani 12 kitapını evattığımız okşaş olgandaki şundan 14 oldu. İşkin çıkarırsak 12 çok boğan buldu. Şundan ne oldu azir? Zemir merpo munfasilni o'qidik, zemirin mansub munfasilni hozir nima o'qib bo'ldik, mushta ikki qism bo'ldi ekan deb buni uchun o'qib bo'lgan bo'ldik. Hozir endi deydi, buni adoylik qandoq? Zemir marfu muttasillar, zemir marfu munfasilniki adoylik qandoq deydi. Desa, bu İbn Malik rahmetullahi alayh deydi ki, ixtiyoriy holatda kammaydi zemir munfasil. Qachoniki hosil bo'lsa shu kelgan muttasil. Zemir muttasil kelish imkon bayanın üzüden şayet işletsek bolu diken. Boludan yani ki üzüde apırıp zemir munfasil apırıp işletkin olmaydı. Mesela zarabtu diye apırıp neyim işletkin olmaydı da zarabe ana diye olmaydı. İşte ben tunganı da uçağınızda neyim boludu urdi men. Yani bunda diye olmaydı. Arap bunda demeydi. Neyim deydi o? Zarabtu deydi. Hem de ihtiyar adettim işte. Ama şiirde mesela şiir ya kapi keltürmen de mesela zörür bir ahvallar yüz beripti. Yüz berga vaktimizde es u yerda zemir muttasil kelish kerakken, lekin o zemir muttasil kelmay, uçağın o'zida zemir munfasil akilish bu yoq akamsa kapi tushmaydi ekan. Tushmagan vaqtimizda anidagi nima keladi u uçağın o'zidan zemir munfasil shu uçağın o'zi keladi o deydi. Yani munfasil kesken emas yerda ishlatmaymiz. Bu nima o etivadik. Ama zemir muttasil uchun davomli nerede ishlatsek bo'ladi. Zemir muttasil kaskan emas ishlatgan bo'lmaydi. Zemir muttasil ishlash imkon bo'lmagan o'zida andiki markazing deb zemir muttasil bu yerda nima qilamiz? Ash zemir marfu nima munfasil, zemir mansub munfasillarni shu yerda nima qilamiz? O'shaning o'zidan zemir muttasildan iborat bo'lgan bir narsa tutishib kelgan yuqorida o'qidik ana. Mana bunda bir zemirniki o'zida andiki nima bo'ladi? On duruşchu bo'ladi deydi. Endi demek bu yerda zemir munfasilni biz bilib oldik. Zemir munfasil mayli marfu olsun, mayli mansub olsun, uni o'qib oldik. Onun deyken zemir mansub bilan mana zemir muttasilning ikkisiniki o'ttirishga nisbatni o'qidik. Unda o'tadigan zemir muttasilni jiq yerda ishlatganmiz. Zemir munfasil oz yerda ishlatganmiz. Ishlash jihati shu. Bir kesken meselenin özüden zemir muttasil nima zemir munfasil ishlatgilichi bo'lmaydi ekan. Zemir munfasil qilolmaydi ekan, ishlatgilichi bo'lmaydi ekan. Zemir muttasil ishlatish mumkin bo'lmagan yerning o'zidan onidagi zemir munfasil mayli mansub bo'lamdi, marfu bo'lamdi, buni uchun ishlatganmiz. Bu gap tugadi. Endi yana bir zemir bor. U zemirniki o'zi bir taraf qarsak muttasil, yana bir qarsak nima munfasil. Şunda bir zemirlar olib qoldi. Uçağın o'zi qanday qilgan bo'ladi hamda zemir muttasil kelgan vaqtda o'zi tuni har giz zarabadin arib tu, pana tu deb undaq bir yoki ta yoki ti deb ishlatgan olmaydi. O qat'iy durishchi emas. Zemir muttasilning o'zini kasga emas yerda ham ishlatgan olmaydi. Muttasil ishlash imkon bo'lmagan yerda, masalan, ma zaraba illa ana. Masalan, tahsis yoki qasr bunda bir vaqt o'zida mazarabtu desak bo'ladi.
urmudum desakçu buludu endi. İşte endi zaraptı yoki urdim deb uçağınızda desek buludu. Lekin bu yer bir ihtiyacı var ekan. İhtiyaç qavun urushni faqat o'zi qilish, u urushni boshqa bir yerda ishni qilmaslik. Çünkü u yerda urishibdi, o'ltirishibdi, hokazo shu vaqtda nima deydi u chog'dan? Ma daraba illa ana. Urg'an odam kim u? Faqat men. Degan vaqt o'zida u yerda mazarati deb ishlatgan olmaydi yani. Uçağın o'zida uçağın o maqsad chiqmaydi. Chiqmagan vaqtda nima deymiz? Munfasillik qilib akirib, mazaraba illa ya mazaraba illa anta deb bunda shu ishtig'oga qasr. Yani hasrda o'sha shu ishlatamiz. Endi yeni bir ism bor. Hem muttasil qilgan hem nima qilgan, munfasil qilgan mushta bir zimirlarchu kip qoladi. Kip qolgan uçağın qanday qilamiz desa, mayda bunda deydi. Ulug'in sen, yani zimir muttasil qil yoki ayrı, ya zimir munfasil qil, salnihiniki nemisini asini. Salnihinin asini. Endi sal degan nima? Is'aldan chiqqan qisqartirilgan nima? Sal. Sal degan nima gap? So'ra degan chu gap bo'ladi. So'rag'in sal mendan u narsani shu so'ra degan gap. Ni degan yoy mutakallim, men hu degan maf'ul. So'rag'in sen, ey Abdullah, mendan u narsani so'ra degan gap bo'ladi. Arablar nima deydi ekan? Uni salni deydi ekan. Salnihi deydi ekan. Bu hamda asli yiniki o'zini ayadan niniki o'zi ayada maf'ul mansub bo'lgandan keyin bu yer muttasil bo'lib keldi ana. Endi tutuşup kelgan narsa asli birisiga tutish kerak. Ammo yeni bir narsa bo'lgan, u nima qilib bu yerda tutashib ekib qoldi. Bu qanday pilda bo'ladi? U pilning o'zi mana arab tilida pil 3 qism bo'ladi. Birisi zimir nima ism lazım, pil lazım. Yeni birisi nima pil mutaaddi. Pil mutaaddi bo'lib, pil mutaaddining o'zi maf'ulga tajovuz qilgan gap bu ikki xil. Birisi bir maf'ul tajovuz qilgan, yeni birisi ikki maf'ulga tajovuz qilgan nima pilla. Endi ikki maf'ul tajovuz qilgan pilning o'zi, ya'ni u pilga ikki dona maf'ul keladi degan chu gap bo'ladi. Endi ikki maf'ul tajovuz qilgandan keyin u chog'ning o'zida bu ikki xil bo'ladi. Birisi bu ikki maf'ul tajovuz qilgan pillarning o'zi mubtada xabarga kiradi. Ya'ni birinchi maf'ul ikkinchi maf'ulniki ayni bo'ladi. Yeni bir ikki maf'ul tajovuz qilgan pillar var. O birinchi maf'ul ikkinchi maf'ulning ayni olmaydi. U nima u? Boshqa. Mana salniga degan gap. Bu sal ikki maf'ul tajovuz qildi. So'rag'in sen mendan uni. Uni nima so'ra. Bu ikki maf'ul bo'ldi. Ikki maf'ul, birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ulning nimasi boshqasi. Men bilan u mubtada xabar qilolmaydi. Mubtada xabar kirmaydi bu. Tushunamam deb. Mubtada xabar kirmaydi. Mubtada xabar kirmagandan keyin bu chog'ning o'zida mushundaq bir ismga zimirni akamoqchi bo'lsak, u chog'ning o'zida mayli zimir muttasil qilib salnihi deb ulab akasang bo'ladi. Agar uni munfasil qilib akirban salni iyahu deb iya deb orib etib maf'ul qilib mundaq kasangmucho bo'ladi deydi endi. Endi ikki maf'ul tajovuz qilgan yeni bir pil var. O pil qavun o birinchi maf'ulniki birinchi maf'ul ikkinchi maf'ul ayni emas. Men hozir shuni degandek. Ammo yeni bir maf'ul var. O birinchi maf'ul ikkinchi maf'ul ayni bo'ladi. Nim bo'ladi? Maf'ulning ayni bu afal qulub. Afal qulubda masalan alimtu zaydan aliman. Mana alimtu fil fa'il zaydan birinchi maf'ul, aliman ikkinchi maf'ul. Aslida bu alimtudan kirishdan burun Zeydun alimun. Zeyd alimdir degani shu Zeyddan alim ikkisi bir ani. Ikki maf'ul. Ammo ataytu sa'ala degan buniki maf'ullari birinchi maf'ul ikki maf'ul degan bo'ladi. Masalan, ba'dimman ataytu Zeydan dirhaman. Ba'dimman Zeydga dirhamni desak, birinchi maf'ul Zeyd, ikkinchi maf'ul dirham. Unda o'g'li Zeydga dirham o'xshash degan olamda bo'lmaydi. Shunday bo'lmaydi. Bo'lmagandiki, ya'ni demak salni degani ikki maf'ul keldi, ikkiniki o'zi birinchi maf'ul ayni emas. Mana mushundaq vaqtning o'zida bir zimir ashta kelib qolgan bo'lsa, ikkinchi maf'ulning o'zi siz unda pillaniki maf'ulining o'zini mayli muttasil qilib keltiring, hozirgidek salnihi deb yoki uni muttasil keltirib salni ha nima salni iyahu deb ayirib bunda keltirsangiz shu bo'laverdi deydi. Endi va undaq bir pilniki hasiliki o'xshaydi o pil a salniga. Salniga o'xshagan pillar var. Yani ikki maf'ul tajovuz qilganmiz ata, albasa,
qildi deb ikki maf'ul tajovuz qilgan, birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul ayni emas. Mana mushunda pil bo'lib qolgan bo'lsa, o'char o'zida buniki zemir kelib qolgan bo'lsa, masalan, shu zemirniki o'zida muttasil qilib akasingiz bo'ladi, yoki bo'lmaydi, uni munfasil qilib akasingiz uchun bo'ladi deydi endi. Endi ikki maf'ul tajovuz qilgan pillarni qatorida, ya'ni ikki nima deydi, zibar o'qilgan apal naqsi bor. Apal naqsiga o'zi o'char bu qanday bo'ladi desa, bunda deydi endi. Kuntuhu da ixtilaf. Yani nehvi ölümanımızın oturması ixtilaf, nispet taptı bu ixtilaf oğlanın oturması da. Bazıları kuntuhu da işte appal naqs. Appal naqsın ibaret olan pillaniki üzerindeki, mesela onunki ismi olan, mesela haber olan hu. Hu diyen neymen haber. Kuntu diyen. Kuntuga pil payla appal naqsınki nimesi olan buldu onun. Pili hem ismi olan buldu. Hu diyen neymen onun. O degan gapni uniki xabar bo'lgan bo'ldi. Men mushundaq apal naqs mushtaq bo'lib kelgan bo'lsa, ba'zi ulamolarimiz yo'q, buni muttasil qilib kelishga kerak, kuntu deb kelish kerak, qattiq kuntu iyoh desak bo'lmaydi deydi. Ba'zilarim deydi, yo'q bo'ladi deb mushtaqlikcho deydi endi. Endi shuni o'xshashtir. Xiltanihi şunu o'xshashdir. Nima o'xshash? Mana bu mu kuntu o'xshash deb mushtaq nima qildi? Uchan o'zidan bunichu deydi. Endi xilti degan nimaga gap? Xola yaqilu xiyol qildi. Ya'ni apal qulubniki qatorida bo'lgan. Mana bu apal qulubni qatorida bo'lib, uchan o'zidan bu nima bo'ladi? Uchan o'zida buniki ikki maf'ul tajovuz qilib, birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul ayni. Ya'ni mubtada xabar ki kirdi bu. Chunki Navasıq pillarını qatardı oldu. Apal nima? Bu yerdeki kana deganidek Arap tilida pil ikki. Ayat deganidek abi lazim muttadi deb ikki bo'ldik. Yeni bir ikki bo'lgan pil bor. Birisi nasx bo'lgan pil deymiz. Yeni birisi nasx olmagan pil. Ya'ni nasx bo'lgan pil degan gap burun asli mubtada xabardi. U mubtada xabari kirib andaki o'zniki mubtada xabarimiz hammani yo'qtib, o'zi qanday zir zibar muşta o'qitilgan nimalar pillar bor. Bu qo'vi appal naqis, appal qulub degandek muşta nimalar o pillar. Mana bular mubtada xabar kirgan jumlaga, uningdagi qanday qildi appal qulubniki o'zi men ash kirib o'chan o'zi buni o'zgartib, andaki mubtadani birdan pesh qilaman deb atgan, birdan zibar qilaman deb atgan, buni o'zgartib olgan pillar. Bu qala mana appal naqisa va appal qulub. Mana appal qulub bu nimenin qatarida bo'ldi? Xilti. Xola yaqilu degan apal qulub pillar var. Zanna, shakka, alima, absara degan pillar var hamdi. Mana bu shu qalbdagi, ya'ni va qalbni bildiradigan mushundaq nimalar pillarniki o'zi. Bu apal qulub bo'ladi. Apal qulubniki mana kanugo apal naqsiga mubtada xabar kirgan vaqt ish ashtaq bo'ldi, buni ixtilof bozod bo'lgan bo'ldi. Yeni shunga o'xshash xilti neydimi? Yeni shunda ixtilof bor deydi. Bu nima? Apal nima bu? Nasx. Yani mubtada xabar kirib, uni o'chirib, uning o'rniga boshqa bir bidam pash, bidam zir, mesela kan zaydun qaiman. Xiltu zaydan qaiman, mesela. Zaydni men qaim deb gumon qildim deb, asl mubtada xabar zaydun qaimun deb qo'ymay, andiki buni kirib nim qatun o'zgartirdi. O'zgartirayotgandiki bu nima bo'ldi shuning bilan bu o'zgarib ketdi, bu apal qulub bo'lgan bo'ldi. Buni kelgan vaqt o'zida buniki ikkinchi mana maf'ul bo'lgan ismniki o'zi zimr bo'lib qolgan vaqt o'zida apal naqsa ixtilof bo'ldi, ya'ni o'lmadim hech bir kelgani yo'q, ikki bilah bo'lib ketdi. Endi ma'noki apal qulubim yeni shunda ikki bilah bo'ldi. Ba'zilar deydi xiltani hi desangiz bo'ladi. U bu durust. Yo'q, u ba'zilar yo'q bo'lmaydi. Biz xiltani iyahu deyishimiz kerak, buni ayrı etishimiz kerak deb mushta ixtilofchi bor deydi. Endi bunda deydi bana bu sen deb. Unda o siz bir katta bir nehi alın. Unda o siz qayni desek boludu. Ama qayni desek belki yaxşı oludu desem. Madem deydi ki, ben muttasil buluşni ixtiyar kılımen. Bunu da kuntuhu xiltinihi deyiş bu yaxşı. Ama kuntu iyahu xiltani iyahu desem boludu. Lekin unda degandin xiltanihi kuntuhu deyiş pek ubda deydi. Lekin menden başka alimler, menden başka yani nehvi alimleri
ixtiyor qiladi bu boshqasi munfasil bo'lishni. Nim bo'lishni? Kuntu iyahu, xiltani iyahu degan bundoq bo'lishni nima qiladi? İxtilofchi buni ixtiyor qiladi. Ammo ulama nima deydi? Xiltanihi iyahu desak bo'lmaydi demoqchi emas. Buning eng yaxshi undoq degandan ko'ra siz xiltani iyahu, kuntu iyahu deng. Bu bak nima o? Afzal deydi. Ama bu afzalni nerede tapıdı bular? Şu Arapların şiiri, Kur'an, hadisi ker köydüğümü benim babaken deydi. Bizler ya boğan bilemedik deydi şunun. Muştan yok kalıp onun da ihtilafçı kılışıp kaldı. Deydi hem de. Hem de vakaddimil ahassa mi pittisalin vakaddimen maşete pinfisalin deydi hem de. Hem de ilgili kılınsa hem zimirniki üzü, zimir kanda oldu hem de gayip bizdeki okuşu şart boyunca onu da muhatap, onu da ki nemi kelidi o, mutkellim kelidi o. Biz şunda terlap okuduk o serplerini bunu kaydı boyunca. Hem de ma nehyü alimini undaqtı kağıdı nemela aldılar menden başlayımız, onu da ki senden başlayımız, onu da udun başlayımız da mutkellimini baştan keltirdi. Hem de müştahip kağıması otturdaki zimir Ninki oturuz kandakın mesela zimir kelam olup kaptan bir kelamın üzerinde kayısı başka ekerimiz, kayısı oturga, kayısı kim ekerimiz dese, yani şunu toxtuladı. İlgili kılgınsan, ahasni ittisalda. Yani bir zimirniki özü bir yer tutaştırıp yani muttasil kelgan vaqt özüden şu yer bir 3 zimir keltirmekçi olsan en başta en has olan zimirini keltirsen. O kavun has olan zimir birinci olup mutkellim. Çünkü men degandeki hemmeden bildi o. Onu deki nima sen. Onu deki u. En nima tövbene u olmalı. En ahirde bunu şu gayibni şu ekersen. Ve ilgili kılsan anda bir zemmerindeki halidin sen imtisalda. Hem de muttasilda mutkellimde ekerlik gelmez. Onu deki nima mesela zarabtukahu. Değil mesela misal bu anlamının dememiz. Zarabtukahu. Urdum ben seni udu. Yani onda işkimaplı tecavüz kılmaydı. Ya bumaydı. Khiltukahu. Ben nime xiyal kıldım ben seni u. Depti uçağınızı baştakçı ekelimiz değil. Muttasilip gelgen vakti üzerinde. İlgili kılsan andamın halde muntasil. Ama bu zamanımız muntasil kip kaptı. Muntasil gelgen vakti üzerinde sen nime kılsan uçağın ihtiyar. Mutkellerini başka ekelemsen, nemeni ya gayibini başka ekelemsen, uçağın üzerinde nem boludu, uçağın üzerinde ihtiyar. Sen de oludu. Dep, men müştakçı nem koludu deydi hem de. Hem de ve fi ittihadir rütbetil zim peslan vakat yubihul gaybu fihi vaslan. Şuna maya bir mezmun tügeydi. Hem de mertebesi bir oğanda lazım tut sen pesilini. Yani zimiri kaç kıldık? 3 kıldık. 3 kıl diyen deyken mene mutkellim, muhatap, gayb. Mutkellim, muhatap, gayb. Hem de biz bir kalanın üzgen 2 tane mutkellim. Ya 3 tane değil hem tasavvur kılıp. Ya ki 4 tane, ya ki 3 tane gayb, ya 3 tane muhatap eklemekçi mikemmimiz. Uçağınızı kantak kıl. Mertebe bir oğa vaktinizde pesilini nime kıl lazım tut. Uçağın ayrım eke. Uçağın tutaştırıp ekemeyin uzunlarındaki üzerine. Mesela zerebeke ke. Dep onda akeme. Zerebeke iyake. Mesela onda kelam kelime okumayın. Mesela misal bu. Bunda çoğu eken. Ve gaha mubah kaldı gayb. Gayb zimir. Yani bu mertebesi birlikte vesilini çoğu ne kaldı? Mubah çoğu kaldı. Yani zimir gayip kelgan vaqt, hamma zimir gayip kepti. Kelgan vaqt o'zida bu chanda asli yuqoriga past qilib keltirish kerak. Birinchi, masalan, zaraba hu. Masalan, deydi masalan, danna hu. Deydi, gumon qildi, u adam u deb. Deydi masalan, ishki mabda tajovuz qildi desak, u chanda nima deb keltirganmiz, ma nimaga asosan, o'xshaydi. Zaraba hu iyahu deb keltirishimiz yaxshi. Ammo bazı vaktin üzerinde bu yerdeki gayip olup gelse mesela hu ana ismir gayip oldu. Şu vaktin üzerinde vesilniki yani nemeden zanna hu
deb tutashtirib mundaq kelsangmi, u nima qilib qoladi? Uchan o'zidan durustchu bo'lib qoladi. Deb mustaq nima qiladi? Uni deydi endi. Endi mahtilafi ma ve nehvi zemmet iyyahumul ardu az-zararatu tagzat iqtazat debdi. Yani bazı nusxalarda da ma beytin üzü yokken bazı beytlerde ba deydimdi. Endi ayada bir nimasi o'xshamaslik bilan ki o ixtilofi ma bir nimasini o'xshash bilan ki zo'rat taqozo qildi va zammat iyyahumul ardun degan mushu narsani o'xshishidan mana zo'rat muxtalif bilan zo'rat taqozo qilib qoldi. Mana zo'rat taqozo qilib qoldi, o'chan vasq qilsangchi nima bo'ladi? O'chan o'zidan mana o'chan tutashtirib bunda akilishlik o'zi bu nima o durust debdemdi. Bu yerdemdi iyyahumul zammat iyyahumul ardun zamanet deydi iyyahumul ardu fi dahri dahariri deb bil basil varisil emwati kad zaminet iyyahumul ardu fi dahri dahari debdi. Bunun dışında animikilge yani demek şu oğunu yani zemir munfasilniki özünü mene keltiriş vacipti. Keltiriş vacip bo'lgandan yuqorqi narsniki o'xshamaslik bilan. Mana bu chanizda martabasi o'xshamabdi. Birisi g'oyib, birisiniki nima? Muxatab, birisi mutakallim. Mushunda kelganlik bilan u chanda zaminning o'zini nima keltirsang bo'ladi, u chan o'zidan mana u chanda munfasil qilib, ayirib undaq keltirsang u chan o'zini nima bo'ladi? Durustchu bo'ladi. Vasl qilib akamsang muchu bo'ladi. Ixtiyor. Deb zo'rat bo'lib qolgan vaqt o'zida. Ve şiiri kapini keltirmişsen bu şiiri vezni düşmedi diye vaqt yüzde sen müştah nima qilsan bunuğa men keltirsan unim o durus deydimdi. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.